Turkiyada yashash narxi O'zbekiston bilan deyarli bir xil bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Shunchaki to'g'ri shahar va yashash joyini tanlasangiz, xarajatingiz siz o'ylagandanda kamroq bo'ladi. Qanday deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Ijara yoki yotoqxona. Talabalar yotoqxonasi Turkiyada $150 boshlanadi. Agarda siz Turkiyada bir xonali kvartira ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, bu sizga Istanbulda 350-400, Ankarada bo'lsa 300-350, Izmirda bo'lsa $250-300 atrofida bo'ladi. Shaharga qarab ijara narxlari o'zgarib turadi. Oziq-ovqat narxlari qanday? Talabalar uchun o'rtacha oziq-ovqat xarajati bir oyiga $150 dan $250 atrofida. Uyda pishirish arzonroq, lekin fast foodda ovqatlanish sizga $3 dan $5 gacha, a restoranda bo'lsa $10 dan $15 gacha bo'ladi. Endi esa transportga kelsak, talabalar kartasi bilan siz jamoat transportining bir oylik abonementini $10 dan $15 gacha xarid qilishingiz mumkin. Taksi esa shahar ichida o'rtacha $3 dan $10 gacha. Agar siz metro va avtobusdan foydalansangiz, bu sizga yana ham arzonga tushadi. Turkiyada talabalar uchun arzon variantlar juda ham ko'p. Keling endi hisoblab chiqamiz. Shunda sizga Turkiyada minimal yashash narxi $400-600 ni tashkil qilar ekan. Agar siz yana ham komfortli yashamoqchi bo'lsangiz, bu narx sizga $600 dan $1000 gacha aylanadi. O'qish joyingiz va yashash joyingizga qarab xarajatlar keskin farq qiladi. Bizning konsalting agentligi sizga o'qishga kirishingizdan tortib to turar joy topguningizgacha yordam bera oladi. Turkiyada yashash narxlari siz o'ylaganchalik qimmat emas. Ko'proq ma'lumot olish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.